Qo'lingizni duoga oching, amin deng. Sizning zurriyotingizdan Baytullohning bo'lajak imomlari chiqsin, hofizi Qur'onlar chiqsin. Do'stim, qarang, siz Rossiya hududidasiz. Allohning baytiga qalbingiz ila oshiqsiz. Sizlarga Rossiya hududidan umra ziyoratiga kelishni taklif qilamiz. Hozir mana yana bir ziyoratchimiz bilan turibmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qayerdan keldingiz? Baraka yaxshimisiz? Tanimsiz, chatmonasiz. Sizlar Rossiya fuqarolaridan keldik. Rossiyan fuqarosisiz. Rossiyaning qaysi shahridan keldingiz? Rizanskiy oblast, город Mixaylov. Rizandan Moskvaga keldingiz. Moskvadan keyin bu yerga Jiddaga keldik. Hozir Makka shahridamiz hozir. Kamchiliklar bo'lmayaptimi? Baraka Xudodan shukr, kamchilik bo'lmayapti. Birinchi marta Ka'bani ko'rganingizda qanaqa hayajon bo'ldi? Baraka siz aytdingiz-ku, kallarangi pastga kelar deb. Pastdan keyin Ka'bani ko'rgan payti, Ka'batlarni ko'rgan payti yuragim qandayki shunday bo'ldi-da, yorug' bo'ldi-da, yengil bo'ldi. Liza aylanmay qoldimi? Tilim vobshe aylanmay qoldi. Mana Xudoning qudrati bilan kecha tavaf qilgan paytimiz yomg'ir yog'ib qoldi. Rahmat yomg'irida tavaflarni Shu qildilar. kunlarni ham Xudoga yetkazdi-da, Qoraka. Ilohim Parvardigor hammani yetkazsin, mo'min va musulmonni yetkazsin. Kun kelmagan bo'lsa, Ilohim kelsin, ziyoratlar qilsin. Hojilar bo'lsin, hojijonalar bo'lsin. Qarang do'stim, siz Rossiya hududida bo'lsangiz, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Rossiya fuqarosi bo'lishingizdan qat'iy nazar sizlarni Allohning baytiga, Baytullohga, Madinai Munavvaraga taklif qilamiz. Buning uchun +7 kodi bilan 965 026 96 06 nomerlariga faqatgina WhatsApp tarmoqlari orqali murojaat qiling. Sizlarga mutaxassislarimiz to'liq holatda ma'lumotlar taqdim etadi. Ma'assalama.